Assalomu alaykum futbol muxlislari. Mana ko'rib turibsizki, bu epizodlarda o'yin davomida Abduqodir Husanov ajoyib himoya harakati bilan raqibning xavfli zarbasini to'xtatdi. Bu epizod haqiqiy professional himoyachining mahoratini ko'rsatadi. Mazkur vaziyatdan so'ng jamoa bosh murabbiyi Guardiolaning reaksiyasi ham diqqat markazida bo'ldi. Uning hayrat va mamnuniyat bilan bergan ishorasi Husanovning harakati qanchalik muhim bo'lganini ko'rsatadi. Bu blok nafaqat himoya, balki jamoa uchun katta motivatsiya bo'ldi. Biz bu futbolistlarimizga, ya'ni O'zbekiston sha'ni uchun jon-jahdi bilan mehnat qilayotgan futbolistlarimizga, shaxsan Abduqodir Husanovga kattadan katta muvaffaqiyat, zafarlar tilab qolamiz. Va sizlardan bitta like so'raymiz hamda fikr mulohazalaringizni yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz.